Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanal kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar, akalar, ukalar, opalar, singillar. Ilon balig'i ishqibozlari, barchalaringga xayrli kun tilagan holatda bugungi video obzorimiz sizlar bilan birgalikda Namangan viloyati Mingbuloq tumani Jamashev shaharchasidan olib boramiz do'stlar. Ismim Ikromjon, tanigan bilganlarga kattakon salom. Xo'sh, uy sharoitida intensiv usulda baliq boqaman desalar, ilonbosh baliq boqaman desalaring, suv tanlamas, joy tanlamas, issiq suv, sovuq suv tanlamas, ovqat tanlamas baliq mana shu bo'ladi. Kimda kim ko'paytiraman desa, ona baliq tavsiya qilaman. Uy sharoitida kichkinagina basseyn qilib boqaman desangiz, lichinkasini tavsiya qilaman. Bo'lmasa bugun bu yerda, xo'sh, qayerdan kelgan mehmonlar bor bu yerda? Norindan, Namanganning Norindan. Sizchi? Norindanmi? Siz ham Norindan. Siz qayerdan? Popdan kelgan tog'amiz bor ekanlar. Xo'sh, siz aka qaydansiz? Yazyamondan, Marg'ilondan, Farg'ona viloyatidan. Xo'sh, kim bu yerda Popdan bitta shogirdimiz bor. Ismlari oting nima? Shahbozbek. Shahbozbek ham shayda qisqasi. Agar olavering desa bo'ladi, ham olib ko'rsataveraman. Agar yo'q, olmang desa olmayman. Hammaga endi har xil. Xo'sh, Shahbozbek ukamiz 2025-yil 15-mart kuni xonadonimga tashrif buyurgan. Xonadonimga 2025-yil olavering o'zingni. Mana 2025-yil mana shu bola meni xonadonimga tashrif buyurgan. Xo'sh, taassurotlar qanaqa? Baliq haqida nima deysiz? Baliqlar zo'r. Qanaqa razmerda olib ketgansiz? O'shalar haqida ham to'liq ma'lumot bersangiz. Olib ketganman. Bir qarsh lichinkasida. 120 grammdek atrofda olib ketganman. Hozir yarim kilodan oshdi. Yarim kilodan o'tganlari ham bor. Xo'sh, boqish jarayonlari qanaqa? Nimalar beryapsiz? Qanday boqyapsiz baliqlarni? To'q jigari, mayda baliqlar. Mayda baliqlar. Ishtahasi yaxshi, xudo xolasa. Holati-chi, sog'lomligi? Sog'lomligi yaxshi. Zo'r gap yo'q, xudo xolasa. Barakasini bersin. Ukamiz hozir endi ona baliqlarga kelibdilar. Aka, bir ona baliqqa ham qiziqib qoldim. O'zim ko'paytirmoqchiman deyapti. Bu baliqni uyda ko'paytirsangiz bo'laveradi, bemalol. Xo'sh, basseningiz bo'ladigan bo'lsa, bularga qamish kerak bo'ladi. Bularga ikra tashlash uchun qamish kerak bo'ladi hamda quyosh nurida isigan suvni yaxshi ko'radi. Xo'sh, mart oyidan oziqlanishni boshlaydi. Hasharotlar uyg'onganda oziqlanishni boshlaydi. Hasharotlar uyquga ketganda bular ham oziqasini to'xtatadi. Erta bahor tashlangan bir qarshilik lichinkangiz kuz oyiga borib, xudo xolasa 3 kilo, 3,5 kilogacha bemalol ves bosaveradi. Go'shti o'ta mazali, yog'siz, hidsiz, hidlangan, achigan narsa yemaydi. Iloji boricha sveji narsalar bilan oziqlanadi. Suvda yashaydigan jamiki tirik jonzot bilan oziqlanadi. Hidlangan, sasigan narsani yemaydi. Qo'shimcha qilib bularga tovuqni jigari, molni jigari, qo'yni jigari, tovuqni yuragi, mollarni o'sha qora tolog'ini bersalar ham bo'laveradi bemalol. Kimdan kim qiziqadigan bo'lsa, xudo xolasa mart oyidan, aprel oyidan o'zimda bo'ladi. Telegramda Ilon baliq degan kanal ochib qo'yganman. O'sha yerga kelib bemalol kanalga ulab olsalar ham bo'laveradi. Shunaqa gaplar. Bugungi video obzorimiz oxiriga bekilish mavsum. Sezon tugayapti qisqasi. O'shaning uchun qisqacha bir video qilib qo'yadigan maqsadda sizlarga intervyu qilib beryapman. Qiziqadiganlar, taassurot kerak bo'lsa, maslahat kerak bo'lsa, kelaverasizlar bemalol. Xonadonimning eshigi ochiq. Telefon nomeri videoni tagga qo'yib qo'yaman, lekin uncha ko'taraman, sababi ishim ko'p. Pulda bo'lishi mumkin, dalada bo'lishi mumkin, boshqa hokazo ishlarim bo'lishi mumkin. O'shaning uchun kimdan kim boqaman desa, mana shu haqiqiy o'zbekning balig'i. Chidamli baliq. Qishda ovqat yemaydi lekin, o'sha yozda kun isiganda bahorda ovqatlanishni boshlaydi. Shunaqa gaplar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.